Assalomu alaykum hammaga. Ikkinchi dars. Birinchi darsda biz BeamNG Drive o'yinini kompyuterga yuklab, unga bazani tortib, skachat qilib u bazaga kerakli modlarni va mashinalarni o'rnatishni ko'rib chiqdik. Endi bu darsda bazani tayyorlashni o'rganamiz. BeamNG Drive o'yiniga kirgandan keyin Svobodniy zavyozga kiramiz va kechagi tortgan bazamiz kiramiz va shunisi PowerPoint turadi va создать mashina kiramiz. O'yinga kirib oldi. Sizlarda boshlanishiga sekinroq qochishi mumkin bazani. Endi mashina o'chirib tashlash uchun chekkadagi S tugmasi hozir kerak emas mashina bizga. Shuning uchun chekkada klaviaturaning chekkasida S tugmasi bor. S o'shani bosamiz. Shu menu chiqadi. Bosganimizdan keyin ключni ustiga bosamiz va musorniy paket bor. O'shani essak, o'chib ketadi mashina. Biz bazani tayyorlash nimadan boshlaymiz? Shu bizga keraksiz xunuk turadigan shu stalbalarni olib tashlashdan boshlaymiz. Bazani tozalashni. Klaviaturadan stalbaning yoniga kelib turib, klaviaturadan F11 tugmasini bosamiz. Word Edition ochiladi. Shu yerdan biz bazani o'zimiz xohlagan ko'rinishga keltirib olishimiz mumkin. Stalbani ustiga bir marta bosamiz. Общий stalbani o'zi belgilanadi, ko'rsanglar. Va klaviaturadan delete tugmasi bor, delete. O'shunda essak, o'chib ketadi stalba. Va simni ustiga olib kelib bir marta bosamiz. Sim belgilanganini ishonch hosil qiling. Agar simdan sal teparoq belgilanib bo'lsa, orqa fon belgilanib qolishi mumkin butun baza. Shunda ehtiyot bo'lasizlar, o'chirib yuborsanglar orqa fonda bug bo'lib qoladi. Shuning uchun simni o'zini belgilab delete tugmasini bosamiz klaviaturadan. Stalbani belgilab delete. Stalbani belgilab delete. O'chirib olamiz hammasini. Yurayotganda W, A va D va S tugmalarida yurasizlar. Xuddi shunga o'xshab, mashinada emas faqat bu. Delete. Va tezroq yurish uchun hozir unda sekin yuradi. Tezroq yurish uchun shift ham qo'shib bosasizlar. Shift qo'shib bossanglar tezroq yuradi. Delete. O'chirib oldik. Delete. Delete belgilayapman. Delete tugmasini ezyapman, o'chirib olyapman. Bu ikkita bo'ladi unda. Tepadagilarni ham ezib o'chirib olasizlar. Agar sizlarga kerak bo'lmasa, ba'zan o'zingizlar xohlaganinglarni qilib, o'zingizlarning fantaziyangizga qarab quraverasizlar. В принципе, bo'ldi hozir. Deyarli. O'chirib olib. Tursin. Endi bizga kerak bo'ladigani shu tog' tomondan bazani qurib kelib, mana bu yerda poyezd yo'li bor. Shu poyezd yo'liga olib kelib, o'sha kecha ko'rsatgan kanalimdagi videoga o'xshatib qilamiz. Keyin o'zingizlar xohlaganinglardan qilib o'zgartirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bu tomonga boshqa narsa qo'yishlar mumkin, jarli mana bu narsalar. Biz bu yerdan konteyner qo'yib, uje nimalarni boshlaymiz shu yerdan. Challenge'larni kelsak, shu shaharda kirsak, uylarning ichiga
konteynerlar bor, shunaqa olasizlar, ustiga borib marta bosasizlar, konteynerda belgilanadi. Belgilangandan so'ng tepada sizlarda o'rta idishida tepada birinchisi shu bo'limda mashina belgilangan bo'lishi kerak, ikkinchisida shu strelkalar belgilangan bo'lishi kerak. Shunda buni ko'tarib, tushirib, o'ngga chapga yurgizsanglar bo'ladi. Ikkinchisida bu belgilangan bo'lsa, agar bunga o'zgartirib olasizlar, bu belgilangan bo'lsa, buni qiyalatishinglar mumkin. Shunaqa tepaga pastga qilib, bunisini tepaga pastga qilishinglar mumkin, shunaqa qilib. Shunaqa hozir keyingisi belgilangan bo'lsa, buni katta kichik qilsa bo'ladi. Uchinchisi katta kichik yonboshga orqaga qilib, katta kichik qilsa bo'ladi buni hajmini. U hozircha shular bilan ishlaymiz biz. Birinchisi strelkalar belgilab olamiz. Shift ezib turib, shift ezasizlar va strelkani o'zini, bunday strelka olib borsanglar, sariq bo'ladi. Sursanglar kopirovать bo'ladi, ko'payadi. O'shani ko'payganini olib, o'sha boshlanish joyiga olib borib qo'yaverasizlar. Stalbalar olib tashlab tozalagan joylarga. O'shdan boshlab challengelar boshlanadi. Olib keldik. Buni to'g'rilab endi ba'ziga moslab mashinalar tushib chiqadigan joyini to'g'rilab qo'yamiz. O'shga moslab F11 tugmasini bossanglar, o'rta idishing yo'qoladi va shu yerga bitta mashina qo'yib olamiz. Tepadan, chekkadan S, klaviaturaning chekkasidan S tugmasini bosamiz. S va mashinani tepada menu ochilganda mashina deganini bosamiz. Shunda hamma mashinalar kelib chiqadi va biz o'rnatgan mashinalar ham shu yerda bo'ladi. Masalan, traktor, buni o'rnatganmiz. Birinchisini bosasizlar, M, qolganlari nima? Har xil ko'rinishdagi. Va sozdать mashinani yozasizlar. Traktor turibdi. Klaviaturadan J tugmasini bossanglar, pauza bo'ladi, ko'ryapsizlar. Pauza tugmasi. Klaviaturadan J tugmasini yana bossanglar, pauzadan yo'qoladi. J ni bosasizlar. F11 tugmasini bosasizlar. Va mashinani shu nimaga, hajmiga moslab qo'yaverasizlar. Mashina hajmiga qarab shu konteynerda to'g'rilaysizlar. Kattalashtirasizlar, kichiklashtirasizlar. Mashina hajmiga qarab 4 ta mashina qilamiz biz. 4 ta mashina sig'ish kerak bo'ladi bunga. Shuning uchun kengaytiramiz. Va balandroq bo'lishi kerak. Shunaqa. Va agar mashinani belgilasanglar, mashinani katta kichik qilib bo'lmaydi. Shuning uchun hech qanaqa nima chiqmaydi. Bu katta kichik qiladiganda, shuning uchun strelka yoki mana bu ishlaydi xolos mashinada. Shuning uchun strelkani bosib traktorni balandroq qo'yamiz. To'g'rilaymiz. To'g'rilab qo'ydik. Va F11 tugmasini bosib o'rta idishini yopamiz va pauzadan ochish uchun J ni bosamiz. Pauzadan yo'qoladi. Agar sizlar xohlasanglar, F11 da bosib shunaqa konteynerlar qilmasdan tepada window tugmasi bo'ladi. F11 bossanglar, o'rta idish ochilganda tepada window tugmasini bossanglar, ustida asset browser degan bo'lim bo'ladi. O'shini ustiga bir marta bossanglar, sizlarda shu fayllar ochiladi. Kecha 3D modlarni o'rnatgan faylimizga kirish uchun shu baza, vapor degan baza ustiga bosamiz. Art degan bo'lim,
bosamiz ustiga. Kecha tashlagan joyimizga kiramiz. Shapesga tashlaganmiz kecha. Shapesni bosamiz. Shapesda keyin raqamli 3 ta modlar chiqadi. O'shani ustiga bosamiz. Kirganimizdan so'ng bunda blok, lava, polisetskiy, top, train va zinalar turadi. O'shanda sizlar agar konteyner qilmasdan zina qilishni xohlasanglar, 3 ta mod bor. Zinani ustiga bosasizlar. Daye degani oxirida daye bo'ladi. Unitda daye. O'shani shu to'rtburchak kub shaklidagisini ustiga bosib bazaga tashlab olamiz shunaqa qilib. Tashlab buni to'g'irlash uchun ikkinchisini bosdim. Aylantirish uchun, o'ngga chapga aylantirish uchun ikkinchisini bosdim. O'ngga chapga pastga qilib. Va buni pastga tushirib, pastroqqa tushirish uchun strelkani bosdim. O'zingizlar xohlagan ko'rinishda qilib, ba'zilarni fantaziyalarga qarab o'rnataverasizlar. Buni katta kichik qilsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. Shu hajmini o'zgartiradigan kirib. Xohlasanglar baland, xohlasanglar past qilasizlar. Kalta qilasizlar, xohlasanglar. Shunaqa qilsanglar bo'ladi. Shunaqa. Endi bunga hozir traktorda olib borib qo'yadigan bo'lsam, shift ezib turib, strelkani sursanglar chapga ham o'ngga ham sursanglar, traktor kopirovat bo'ladi. Ikkinchisi ustiga qo'ysanglar, shu zinalarni ustiga qo'ysanglar, F11 qilib yopdim Forza Edition'da va pauzadan uchun ochamiz, zini ezib, traktor tushib ketadi. Ko'rgan bo'lsanglar, traktor tushib ketdi. R desanglar, traktor o'z joyiga qaytadi. Traktorda bo'lsa agar, traktor o'z joyiga qaytadi. R tugmasini bosinglar klaviaturada turadi. Bu traktor tushib ketmasligi uchun F11 tugmasini bosamiz. Bu qattiq emas, yumshoq metal. Men yumshoq narsalar uchun ishtima turmaydi bunda. Ba'zida yo'qda, shunchaki rasman turgandek, shunaqa. Shuning uchun buni qattiq qilish uchun o'sha nimani belgilaymiz, zinani belgilaymiz. Tepada agar sizlarda mayerda bo'lmasa, window tugmasini bosasizlar. Inspektor bo'lim bor, o'shani ustiga o'rnatib bosalasizlar. Va belgilangan traktorda belgilasanglar bu bo'ladi. Zinani belgilaysanglar, o'sha zina belgilangan bo'ladi. Belgilasanglar, bu yerdan pastroqqa tushasizlar. Va collision degan bo'lim bor. O'shunda collision mesh bor. Ikkalasi ham ustiga bosamiz birinchisini va visible mesh inglizcha bilaman. Visible mesh turadi, o'shuni ustiga bosasizlar. Va visible mesh qilib qo'yasizlar. Ikkalasini ham shunaqa visible mesh qilib qo'yasizlar. Va F11 bilan yopasizlar Forza Edition'da. Va o'sha pauzadan olasizlar, jini ezib. Va o'sha buni ustida turadigan bo'ladi traktor. Yurib tushib ketadi. R tezdim. Traktorni joyiga qaytarish uchun R tugmasini bosdim. Yana qaysini bosdim ekan deb o'ylamanglar. Shunaqa. Endi hozir biz buni qurayotganda nimani deyman? Boyaga kechagi videodagi, birinchi darsdagi videodagi bazani qurish uchun xuddi shunaqa bazani shu konteynerlardan foydalangan. Shuning uchun biz ham konteynerlardan foydalanaveramiz. Buni o'chirib yuboraman men. Agar kerak bo'lsa, xuddi shundan foydalanishingiz mumkin. Ikkalasini belgilaysizlar, traktorda belgilaysizlar, delete tugmasini bosasizlar va zinani belgilaysizlar. Zina belgilangandan keyin zinani o'zi belgilanishi kerak. Atrofdagi narsalar yerlar belgilanib ketmasin. Kerak bo'lgan narsalar o'chib ketadi. Shuning uchun zinani o'zini belgilab, delete tugmasini bosasizlar. Bo'ldi. Endi konteynerda tepadan belgilab, buni to'g'rilab
konteynerda qo'shib boshlayman sizlarga. Hozir nima qildim? Bosdim ustiga, shiftni bosib, shuni o'ngga yoki chapga oldim. Kopirovat bo'ldi. Nusxalandi. Shuni to'g'rilab endi katta yoki kichik qilib, traktorda hajmiga qarab, kattaligiga qarab boshlasak bo'ladi buni. Buni uzunroq qilsalar ham yaxshi. Uchiga to'g'rilaysizlar, traktorga qaraysizlar, kattaligiga. Sig'adimi shu yo'lga ketdim. Prinsipi bo'ldi bittasi. Va shift ezib ko'paytirib olamiz, nusxalab. Yoniga qo'yib. Orqaroqqa qaytaramiz. Shift Shift bo'ldi. Tepada konteyner kattaroq bo'lib qolgan bo'lsa, uni belgilab turib, katta hajmni o'zgartiradigan deb tepadan. Va buni ham qarab qo'yasizlar, qalamda turgan bo'lishi kerak. Kichiklashtirib olamiz va strelkani ezib boshlaymiz. Kichkina bo'lib ketibdi, kattalashtiramiz. Bazaga mos bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, znap qo'yamiz. Tayyor deyarli, tayyor. Mana nusxalab traktorda shift tezasizlar, nusxalanadi. Shift ezib strelkani bosinglar. Strelkaga yursanglar. Sursanglar. Bo'ldi. Xohlagan mashinalar shu yerga qo'yib, shunaqa tarzda qo'yib olishingiz mumkin. Tak, endi bu yerga politsiyaskilar qo'yamiz. Tepada asset browser bo'limi bor, va nimani olgan bo'limimiz, zinani olgan bo'limimiz, o'shandan o'sha biz tashlagan faylga kiramiz, raqamli 3 ta modlar. Va politsiyaski deb qo'yganmiz, shuni ustiga bosamiz. Bu yerdan o'sha kub shaklidagi nimani olamiz, spedbam diet, oxir diet bo'ladi, kub shaklida. Shuni olib, surib shu yerga olib kelamiz. Va buni to'g'rilab olamiz. Va kattalashtiramiz tepaga. Shunda uchinchisida strelkadan ikkita keyin kattalashtirib olsak bo'ladi. Kattalashtirdik. Endi buni ham belgilaymiz. Belgilaganimizdan keyin inspektor bo'limiga o'tamiz. Inspektor bo'limini shu yerdan qo'shib olishingiz mumkin bo'lsa, inspektor bo'limidan buni ham boyaga zinani belgilagan, qattiq qilganimizga ham bu ham yumshoq hozir, shunchaki o'tib ketadi mashinalar. Shuning uchun buni ham qattiq qilib olamiz. Shu pastda collision nima bo'limidan ezib
visible mesh qilamiz. Visible mesh. Va qattiq bo'ladi bu. Qattiq bo'lgandan so'ng buni material rangini o'zgartiramiz. Bundan window bo'limiga kiramiz. O'sha to'ralasi bizga kerakli, nima asosan kerakli bo'limlar. Material edition bor. Window bo'limida yozamiz. Chiqadi shu material. Buni olib, surib, ustidan shu yozuvni ustidan surib yonidan bu yerga qo'shib olishimiz mumkin buni. Bu ham shu yerda shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Sizlarda ochiladi birinchi ochganinglarda. Buni ham shu yerga surib, o'zingizlar qulay joyga qo'yib olishingiz mumkin. Materialga kirib turib, material edition kirib turib, shuni belgilab turib, shuni ustiga belgilab turib, politsiyskini pastda shunga o'xshash faylda ko'rinishida nima bor? Buni materialni o'zgartirish uchun ustiga bir marta bosamiz. Bu chiqadi. Bu yerdan xohlaganinglar belgilab turib open qilasizlar va o'zgaradi. Rangi o'zgaradi. Bo'ldi, rangi o'zgardi. Endi buni strelkani bosib, shiftni bosib turib, strelkani chapga suramiz, kopirovat qilib olamiz. Qo'yib, tekislab qo'yamiz buni ham. Bo'ldi, politsiyskilar bo'ldi. Zal balandroqqa ko'tarilgan bo'lsa, pastroqqa tushiramiz. Yerga tekizib. Endi bu yerga suv uchun o'chirib yuboramiz, delete qilib. Lava uchun chuqurga olaymiz. Tak. Tepada bo'lim bor, qalamcha, plus, kamera, shunga o'xshash narsalar. Bizda shunda toqqa o'xshagan narsa bor. Tog' tepasida kuluvchilar bor. O'shani ustiga bosamiz. Va bu yerdan dumaloq, birinchisi dumaloqda belgilangan bo'lishi kerak. Keyin ikkinchisi shu tog' tepaga va tog' pastga bor. Pastga strelkaligini bosamiz. Chuqur kavlaydi. Narigisi tepaga bo'lsa, tepaga chiqaradi bu. Va pastgasini bosamiz. Bu kichkina turibdi. Buni size degan bo'lim bor. Sizedan kattalashtirib olamiz. Desa 12 bo'ladi. 12 bo'lsa bo'ladi. 12 ni bosib turib ozroq bosamiz. Agar ko'proq bossanglar chuqur kavlanib ketadi. Mashina chiqa olmay qoladi. Shuning uchun mashinaqa shunaqa chuqurroq yoki biror narsani buzib qo'ysa, bitta orqaga qaytish uchun Ctrl Z tugmasini, Ctrl plus Z ni bosasizlar. Qaytadi orqaga. Va buni bir marta bosamiz. Kaltamsamiz, chiqib olish oson bo'lishi uchun mashina. Shu bo'ldi. Endi bunga lavani qo'yamiz. Asset browser bo'limidan. Bu hali ham nimada turgan uchun, toqqa turgan uchun qalamchaga olib borib qo'yamiz. Asset browser bo'limidan biz lava deb qo'ygan, o'sha 3D modlarida 3 ta modlar ichida lava deb qo'ygan bor, esasiz. Torrent holatlar, torrentni xohlasanglar uchini bosasizlar. Prinsipi qisig yo'q uni. Torrentni bosaman, torrentni olaman. Qo'yasizlar. Hozir juda kattaligi uchun bu teparoq qolib chiqib nima qilib olish kerak? Kichkina qilib olish kerak, o'sha chuqurga mos qilib. Buni agar biron joyda bosib qo'ysanglar, qaytib bosa olmasligingiz mumkin. Lavani qaytib ustiga bosa olmasligingiz mumkin. Shu sababdan oxiri kichkina qilib joylashtirib olmaguncha bundan olib boshqa narsalar belgilab qo'ymanglar. Chun bosa olmasligingiz mumkin. Shu boya qolib ketadi. Shuning uchun no z qilib oxirigacha udayt qilib keyin ba'zani saqlanib qilish kerak. Ba'zani saqlayotganda kompyuterlar qotib chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun Ctrl S tugmasini bossanglar, ba'zi saqlanadi. Shu narsalar qurib, har bir narsani qurib Ctrl S deb bosib qo'ysanglar, tepada mana save level deb turib chiqadi. Pastda klaviaturada Ctrl S Ctrl C mana shu S yozasizlar, garchi o'zbekcha S. Ctrl S yozasizlar.
agar nima qilsanglar, bo'lmasa shu yerdan saqlab olishinglar mumkin. Chekkada file va save level bo'ladi. Bitta bosinglar, uni saqlanadi. Endi mashinalarni saqlash uchun nima qilasizlar? Mashinaning ustiga bosasizlar. Hozir mashinaning ustiga bossanglar, bu yerdan Windows bo'limidan pastda shu screen tray deb qo'ygan bo'lar. Shuni bossanglar, chiqadi. Buni ham olib shu yerga qo'shib olasizlar. Va mana shu to'rala mashina turibdi shu yerda. Mashinaning ustiga bir marta mashinani ustiga bossanglar, chiqadi. Belgilab hammasini. Shift bilan belgilasanglar, hammasi belgilanadi. Yangi nima ochib olasizlar. Chap tomonda esasizlar, mishkani o'ng tomonda bosib, pastda mana shu boot intro new group deb qo'yadi, new group. Shuni ustiga bosasizlar, yangi guruhga joylanadi bular. Va mashinalarni hammasini belgilab turib, общий inspektor bo'limiga kirib turib, shift bilan belgilaysizlar. Inspektor bo'limiga kirib turib, pastda bu chiqmasligi kerak edi, hozir prinsip saqlab qo'ydim bugun. Sizlarda shunaqa qilib chiqsanglar, belgiladik mashinalarni inspektor bo'limiga o'tdik. Shu ko'rinishda bo'ladi yoki boshqa menikidaqa bo'lishi ham mumkin. Shu galchkani tepadagi conserve'da belgilash kerak va Ctrl S ni bosasizlar, saqlanadi. Ishonch hosil qilish uchun shu yerdan saqlab olsanglar bo'ladi. Mashinalar saqlanadi. Общий keyin o'yinga kirganlarda o'chib ketib qolmaydi. Qotib chiqib ketib qoladi kompyuterlar. Bunaqa chuqurga yetayotirik, chuqurga lava qo'yatorik. Asset browser lava turdini olamiz. Lavani qochirib olmanglar. Bu narsani bosib qo'ymanglar deb gaplashdik. Va buni shu yerdan kichiklashtirib olamiz, shu bo'limda buni ham. Pastga tushiramiz. Strelkadan pastga tushiramiz. Bo'ldi. Endi bu yerga suv qo'yamiz. Suv uchun chuqur kavlaymiz. Uning uchun shu qalamcha turgan bo'ladi. Va o'sha boya chuqur kavlagan tog'ga kiramiz. Shunda turadigan bo'ladi pastga va sayzi 12 turadi. Va bir marta bosamiz. Yengil bosasizlar. Ikkinchi marta bosasizlar. Yaltirab qo'yamiz. Shu bo'ldi. Endi bu yerga suv qo'yamiz. Tepada qalamchani bosasizlar. Tepada qalamcha tog'dan keyin, tog'da turgan bo'lsa, plusni bosasizlar. Qalamchaning yonida plus bor, kameraning o'rtasida, chekkasida. Qalamcha plus bu yerdan suv water block bor. Bir marta bosamiz, belgilanadi va o'sha chuqurga o'rtasiga qarab bitta belgilaymiz. Bir dona yetadi bizga. Belgilandi va qalamda bosamiz. Tepadan qalam bu suvni belgilaymiz. Teparoqqa chiqarib, suv ko'p bo'ladi, ko'ryapsizlar. Yonboshlar ham ketibdi mana. Yonbosh bo'lsa, uni ham shu yerdan to'g'rilab olsanglar bo'ladi, shunaqa qilib. Tekis qilib. Va buni ham kichiklashtiramiz. Shunaqa qilib. Kichkina bo'ldi. Tepasidan ham sal kichkinaroq bo'lgani yaxshi. Shuncha bo'ldi. Endi buni kichkina bo'lib ketdi. Hozir nimaga tushirsak, tushirib ko'rsatamiz. Tushirsak, naryoqlari ochiq qolib ketyapti. Buni ham mana shu chuqurga moslab kengaytiramiz. Kengaytirdik.
Bo'ldi, ya'ni ko'rinmaydi chuqurga moslangan. Va buni rangini yaxshi ko'rmayapti. Shu suv belgilangan inspektor bo'limiga o'tamiz. Rangi ko'k turibdi. Bu rangi yaxshiroq ko'rinishi uchun nima qilish kerak? Pastroqqa tushamiz va underwater fogging deb turadi. O'shini mingda minus qilib, ming emas, 1 turibdi. 1 3 dan o'tiradi. O'shini pasaytiramiz. Bu tepadagini 100 turganini ko'paytiramiz. Biz bir 2000 qilib qo'ysak, 3000 ham yaxshi. 3000 qilib qo'ysak, o'sha normalniy ko'rinishni boshlaydi. Bu Olasizlar, ya'ni ko'kroq qilish uchun minusga ham kirgizib olasizlar bo'laveradi buni. Ko'k bo'lsanglar olasizlar. O'zingizlarga qaraysizlar. Qolganga bitta ancha 500 bo'lar ekan. Endi buni klaviaturaning J tugmasini bossanglar, unda pauza yo'qoladi. Ko'ryapsizlar, to'lqin katta, u chekkalarga chiqib ketyapti. Shu sababdan bu to'lqinni yo'qotish uchun tepada waves deb turadi. Bu narsalar bilan o'shani min turadi, o'shani pasaytirasizlar. 1 2 3 4. O'zingizlar qancha to'lqin kerak bo'lsa, o'shanga qarab o'zgartirib olsanglar bo'laveradi. 200 qo'yib qo'ydim. Bo'ldi. Sal yonboshroq ekan, uni ham to'g'rilab olamiz. Bo'ldi. Endi bu yerga katta chuqur bo'ladi. Tog'da bosamiz. Tog'dan keyin tog' chuqur dumaloq bilan kattaroq qilamiz. Dumaloqni mishishgani sichqonchani aylantirsanglar, shu yerdan ham kattalashtirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar men yerdan kattalashtirsanglar bo'ladi. Qaraysizlar, mashina qanchaga tushib ketishi uchun. Va ezasizlar. Ko'rdinglar, chuqur bo'ldi. Bu yerga endi tepadan qalamda bosdim. Jeni bosib qo'yasizlar, ovozi yoqmasa o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mashina o'zini belgiladim shu nimani konteynerda va strelka bilan shift bilan ko'p kooperatsiya qilib shu chuqurni oldiga olib kelamiz. Olib keldik. Pastga tushirib kengaytiramiz.
Bo'ldimi, o'zingizlar qaraysizlar, tekizlaysizlar. Xohlasanglar konteynerning o'rniga boshqa trading 3 ta modlarni ham Google dan qidirib topib, qo'yib, chiroyli qilib qo'ysanglar bo'ladi. Va shift bilan copyright qilib bu betiga qo'yib qo'yamiz. Shunaqa qilib. Qo'yib olamiz. Tengligiga qarab, chiroyli qilib. Bo'ldi bunisi. Endi buni copyright qilib tepaga chiqarib, kichkina qilib turib, bunaqasiga ustiga qo'yamiz. Word Edition'da F11 bilan yopamiz. Mashina qo'yib olishimiz kerak. Mashinalar kiramiz. S bilan mashinalar bo'limiga kiramiz. S bilan pastga tushamiz. Bollarlar bor. Bollarlar ustiga bosib turib, eng kattasini olamiz. Gigantik. Создать новый qilamiz. Zaminni tekushi bo'lsa, tepadan unaqadagi traktorlarni o'zgartirib olish mumkin. O'rniga qo'yib olish mumkin. Shu sababdan F11 da bosamiz. Mashinani belgilaymiz. Olib kelib olamiz shu yerga. Mashinalarni shu o'tadigan joyga olib kelib, o'rnatib joylashtirib olamiz, yonboshlatib. Pastda bolagan bo'ladi. Bosish uchun shuni yonboshlatib to'g'rilaymiz. Tepaga chiqaramiz. Copyright qilib shift bilan copyright bo'ladi. Talonga botib aylantirib qo'yamiz. Misol orqaroqqa surib turamiz, birinchi o'rnatib olishimiz uchun. Bir xilda qilib o'rnatamiz. Tekis bo'lgandan keyin buni olib yopamiz. Sal kichkinalashtirib qo'yamiz. Teng qilib. Copyright qilib qo'yamiz. Tak, teng bo'lgandan keyin chiroyli qilib endi pastga lava qo'yib olamiz.
o'sha bo'limimizdan asset browser bo'limidan lavadan olib, uchta lavasini olib, buni ham to'g'irlab, tekis qilib, kichkinalashtirib, biraz shu yerga mos qilasizlar. Surib, pastga surib qo'yamiz. Teparoqlamiz. Lava qo'yildi. Endi buni o'rtasidan mashina o'tish kerak bo'lgan joyi bor. Buni o'sha bo'limda raqamli 3 ta modlardan blok degani bor, ustiga bosamiz va o'shdan shu modni olamiz. Kubik shaklda bo'ladigan. Kubikni olib turib, teskari qilib turib, yonboshlatib to'g'irlab kattalashtiramiz, cho'zamiz endi. Mashina o'tadigan yo'lagi bu. Oldu. Buni copyright qilamiz. Shift bilan suramiz shu. Bo'ldi. Endi buni shu yerdan inspektor shuni belgilab, inspektor bo'limidan shu collision bo'limidan buni ham qattiq qilib olamiz. Bo'lmasa mashina tushib ketadi, bunga tegmasdan man. Visible mesh qilib qo'yamiz ikkalasini ham. Ikkinchisini ham, keyingisini ham visible mesh qilib qo'yamiz shu collision bo'limidan. Qotdi bu endi bitta mashinani olib kelib buni haydab beramiz. Word Edition yopdim F11 bilan va ruschasi bor. O'shani ustiga bossanglar, o'sha qaysi mashinada turgan bo'lsa, hozir bunda turibdi ekan. Tab qilsanglar, tab tugmasini bossanglar, mashina o'zgaradi. Hamma mashinaga ular ham mashinaga kiradi. Va tab tugmasini J ni bosasizlar. Bo'ldi. Nimasi, bu mashina ballonlari normalniy sig'ar ekan, yaxshi. Bo'ldi. Qilib, tugmasini bosib joyiga qaytarib qo'ydim. Shu mashina turgan holatda shift bilan ruschasini esinglar. Mana ikkalasini tengi esinglar, chiqadi mashinadan. Shuna qilib yursanglar bo'laveradi. Bu yerga
yana bitta politsiyskiy olib kelib qo'yamiz. F11 Word Edition ochdim. Politsiyskiyni ezdim. Shift bilan kopirovat qildim. Qo'ydim. Politsiyskiyni qo'ydim shu yerga. Qo'ygandan so'ng bu yerga endi mashinani qo'shib olamiz. Har mo'lar bazalar hamma saqlanib qolish uchun shu Ctrl S tugmasini ezamiz o'zbekchasini. Mana ishdan ham olasizlar save level qilib qo'yamiz. File, save level. Mana ular mashina nimalar, borlerlar saqlanmagan bo'ladi. Shu ikkalasini bittasini ustiga bosamiz va mana shundan screen tray bo'limiga kiramiz va shu ikkalasi turgan bo'ladi. Shu ikkalasini shift bilan bosib turib, turib inspektor bo'limiga kirib turib shu galchka ko'ring, galchka bo'lmagan. Shu galchkani ustiga bosamiz va bu yerdan saqlab olamiz. Saqlandi bular. Endi shularda boyagi mashinalarga qo'ydik. Ya'ni mashinalarga, bollerlarga yangi ochib qo'yamiz. Nima ko'rib, yangi guruh ochib, buni bollerlar deb qo'yamiz. Bollerlar deb qo'ydik. Ikkalasini saqlangan holatda turibdi. Bo'ldi. Mashinalar shu yerda shekilli. Ularni ham belgilab turib Karispa mashinalar deb qo'yamiz. Bular saqlangan hammasi. Bo'ldi. Keyin bu yerda ham nima qilinadigan joyi bor. Tepaga tushib chiqarilgan joyi bor. Buni ham xolislar qo'shib olasizlar. F11 qilib Word Edition ochdim, yopdim va eski tugmasi bilan mashinalarni tanladim. Pastda bollerlarga kirib turib, shu oxirgi kichkinasini normal deb qo'ygan ezib turib, sozdать новый qilamiz. Zaminat qilamiz. Zaminat bo'lsa, mo'lar yangi eski qo'yganlarimiz o'rniga bo'lib qolishi mumkin uchun sozdать новый belgilandi. Teskari past tomonda bu ham F11 qilib Word Edition ochdim. Va buni aylantirib tepaga qilib qo'yamiz. Tepaga chiqish kerak chunki bizga. Tak. Oldu. Surib shu yerga olib kelib qo'yamiz. Shu ikkalarni mana o'rtasiga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, buni ham inspektor bo'limidan shu galchkasini belgilab qo'yib, Ctrl S yoki shu yerdan save level qilib qo'yamiz. Saqlab qo'yib, screen tray bo'limidan buni olib shu bollerlar bo'limiga tashlab qo'yamiz. Bo'ldi. Saqlangan turibdi. Endi bu yerga F11 bilan yopamiz. Word Edition'da bu yerga eski tugmasini ezamiz klaviaturadan mashinalar va bu yerdan manda tanlaymiz. Mandan bu yerda xohlagan manilar tanlashingiz mumkin. Bizga keragi men shuni kuchliroq shuni ishlatamiz. Sozdать новый qilamiz, ezib turib. Sekinroq ochyapti. Bo'ldi. Mana tayyor. Qaranglar, J tugmasi nima? Pauzada turibdi hozir. Essaylar qonlashib boshlaydi. Pauzada chiqadigan osonroq.
teparoqqa ko'tarsanglar mashinani tushib ketmasdan turadi. Shu sababdan buni to'g'irlaymiz. To'g'irlagandan keyin o'sha politsiyskini yaqinroq olib kelib, o'zingizlarga mos qilib qo'yasizlar yo'lga. Tak. Qiyshiqroq. Oldu. Endi buni F11 qilib turib, yoniga orqasiga orqaroqdan, ya'ni eski tugmasini olib mashinalardan flatbed qo'shib olamiz. Flatbed trailer yozamiz. Bizga keragi shu. Turib sozdать новый. F11 O'rta edishni ochib turib, buni ham mashina yaqinroq gapga olamiz, chiroyli olib. Sal ustroqga qo'yaverasizlar. Ustiga qo'yaverasizlar, chunki bu ulanadi, shu joyga ulanadi. Ustiga qo'yildi, bo'ldi. Bo'ldi, prinsip tayyor. Endi bu ikkalasini saqlab olish kerak. Ikkalasini bittasini belgilaysizlar va screen bo'limiga kirib, ikkalasini ham shift bilan belgilab olib, bu yerdan inspektor bo'limidan savey level qolasizlar. Buni ham Ctrl+S va savey level bu yerdan olasizlar. Bo'ldi. Endi F11 tugmasi yopib turib, S desanglar, shu flat nimani o'ziga keladi. Qatirishni ham qattiq mana. Bu o'zida 10 esinglar tepada ko'rsatib turadi hammasini ekan. 10 esinglar nimasi tushadi mana. Va 10 esinglar yana ko'tariladi, yopiladi. Va tab desanglar boshqa mashinaga o'tadi. Ctrl tab desanglar orqaga qaytadi. Ctrl tab desanglar endi manga o'tdi, uni oldingi mashinaga o'tadi. Mandaligida L tugmasini bosasizlar. L. Bo'ldi. Mashina orqaga qaytganda o'sha flatbedga ulangan bo'ladi, ular ko'tariladi. Ko'ryapsizlar, flatbedga ulandi. Bo'ldi, tayyor. Uzatib qo'yamiz, qatirib qo'yamiz, pauza qilib bizani ezib. Bo'ldi, bu flatbedga ulandi, saqlandi. F11 qilib turib bu ikkalasini inspektor bo'limidan karasga olib o'tib qo'yamiz. Boyaga traktorlar yoniga olib o'tib qo'ydik. Xohlasanglar bu yerga rangini o'zgartiradigan nimadirlar qo'shsanglar bo'ladi, o'zingizlar xohlasanglar. O'zingizlar xohishinglarga qarab. Bo'ldi, endi bizga bular kerak emas menga. Buni pastroqqa qo'yamiz. Pastroqqa tushiramiz. Bular ham kerak emas ekan menga. Z, Windows, Ctrl Z desanglar, orqaga qaytarib o'chirib olgan narsalar hurmatda. Delete qildim. Hammasini belgilab turib delete qilyapman. Pastroqqa tushiramiz. Bu yerda avariya yuz berishi uchun pastroqqa tushirib qo'yapman. Sal teparoq qo'ysam ham avariya normal bo'ladi. Bo'ldi. Delete. Bo'ldi, endi bu yerga Ctrl+S saqlab qo'yamiz hammasini. Yurgan yo'llar saqlab yursanglar bo'laveradi. Endi bu yerga poyezd qo'yamiz biz F11. Men yerda pauzada turgani yaxshi poyezd qo'yayotganda va esk bilan mashinalar bo'limidan eng pastga tushsak poyezd turgan bo'ladi. Poyezd ustiga yozib turib, bu yerdan xohlagan poyezdlarni tanlab olishinglar mumkin. Va belgilab turib sozdать новый. Pauza holatda start qilmasanglar, balonlari burilib ketadi, poyezdda keyin qiyin bo'ladi. Shuning uchun pauza holatda, jetni ezgan holatda nima qilib olasiz, sozdать qilib olasiz va F11 o'rta edishini ochib turib, poyezd belgilab
shu reyslarga surib kelamiz. Hozir teskari turibdi poyezd. Bu tomon ko'rish kerak. Bu teskari turibdi. Shu sababdan aylantirib olamiz. Reyslarga qo'yamiz. Bu yerdan reyslar to'g'irlash uchun tagiga kirish kerak bo'ladi. Poyezdga kirasizlar. Tez kirganda qimirlab ketyapti. Buni shu sekinlashtirish uchun menda 30 turgan bo'ladi. Buni pasaytirib, где-то bir 5 qilib qo'yasizlar. Sekin bo'lyapti. Shift bilan sal tezroq yurib, relsga kirasizlar. Birinchi poyezd belgilangan inspektor bo'limi kirsanglar, buni to'g'ri bo'lib olish uchun ko'ryapsizlar, men oldida chaproqda turibdi, orqasi o'ngroqda turibdi. Shuni bu yerda pastdagisi, ko'kni pastdagisi 178 turibdi. Shuni 180 qilib qo'yasizlar. 180 yozib turib enter qilasizlar. Bo'ldi. To'g'ri bo'ladi mana shu relslarga to'g'ri bo'ladi. Belgilab shu relsga tushirasizlar, xuddi shunaqa qilib. Tushmay qolishi mumkin, shu sababdan yaxshi qilib tushirishinglar kerak bo'ladi. Ham nimasi ikkala tomoni ham teng qilib. Bo'lmasa tushmay qolishi mumkin. Har o'yinga kirganlarda ag'anab ketishi mumkin. Tekis qilib bo'ldi. Endi tushdimi tushmadimi, shuning uchun J ni ezamiz. Tushdi. Poyezdimiz. Tezlashtirib olamiz. F11 bilan yopdim. Sani ezdim, ruschasini poyezdga kirildi va poyezd yurish uchun T tugmasini bosamiz. 3-4 marta bosamiz. Biz skorost desaylik, skorost menimcha. Keyin yurish tugmasini bosamiz mana. Bular turadi. Sani esela signal chaladi. Shunaqa. Bo'ldi, poyezdimiz yuryapti, to'g'ri o'rnatildi. R. Keyin buni kopirovat qilib, burilishga ham xuddi shunaqa qilib qo'yib olsanglar bo'laveradi. Poyezd o'rnatildi. Endi bularda rangini o'zgartirishga kelib chiqamiz. Keyin yerga lavani o'zingizlar qo'yaverasizlar, xohlaganlardaqa qilib. F11 lava qo'yasizlarmi, yerga katta avtobuslar qo'yasizlarmi, katta toshlar qo'yasizlarmi, nima qo'ysanglar qo'yaverasizlar. Bu yerga. Hozir yerga jarli qo'yib qo'yasizlar, jarli qilib qo'yasizlarmi? Bu poyezdni rangini o'zgartiramiz. Hamma mashinalar rangini inspektor bo'limiga kirasizlar. Inspektor bo'limidan shu rang turadi. 3 ta rang turadi. Tepadagisini o'zgartirsanglar, bu yerda o'zgaradi. Sariq qilasizlar, xohlasanglar. Yashil qilasizlar. Pastdagi oqini o'zgartirish uchun pastdagini ezamiz, bitta pastdagini. Buni rangini ko'k qilasizlar, xohlasanglar. Inspektor bo'limi. Ko'k qilib qo'yasizlar. Bu pastdagi tema qorasini o'zgartirish shart emas menimcha. Buni yo'q bola. Shunaqa. Rangini shunday o'zgartirasizlar. Mashinalar rangini poyezdni saqlab qo'yasizlar. Poyezdni saqlamayapmiz u. Buni ham shu skrin bo'limidan belgilab turib, inspektor bo'limiga saviya qilib qo'yib va Ctrl S yoki 13 dan belgilaysizlar. Belgilandi. Endi buni yangi guruh ochganinglar yaxshi. Yangi qilib turib poyezdlar qo'yasizlar. Kirsanglar belgilangan yerda saqlangan bo'lishi kerak, galchka bo'lishi kerak. Bo'ldi, saqlandi. Hamma mashinalarning rangini ham xuddi shunaqa qilib saqlayverasizlar. Sariq, qizil xohlasanglar. Buni ham traktorlarda bu yerdan inspektor bo'limidan rangini o'zgartirib bo'lmaydi. Shular qaranglar, material bo'limiga kirasizlar, traktorni belgilaysizlar, material bo'limiga kirasizlar. Kirganinglarda tepada beacon deb turadi. Shuni ustiga bossanglar, traktorda hamma qismlari chiqadi. Bizga kerak bo'ladigan kase XL bo'ladi. Kase XL bosamiz. Ko'k chiqdi. Va bu yerdan layer 0 turadi. Layer 0. Shuni ustiga bosib turib, layer 1 ga olib o'tamiz. Va bu color bo'limi ko'ryapsizlar. Color ko'k bo'lib qoldi.
ko'k traktor rangi deb qoldi. Shundan rangini o'zgartirsanglar bo'laveradi. Yashil, qizil qilasizlar, pushti qilasizlar. Shunaqa agar layer 0 da, layer 1 da bo'lmasa, layer 0 ga olasizlar. Har bir kirganinglarda bir kirib chiqsanglar, bu traktorda hammasini traktor qilgan yaxshi emas, chunki rangi hammasi bitta bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun bir kirib chiqsanglar, material bo'lmay, inspektor material qildinglar, yana o'sha beakon bo'lib qoladi. Buni o'zgartirib, KCXL rangini, layer 1 rangini o'zgartirib olaverasizlar shunaqa qilib. Shunaqa gaplar. Bo'ldi, bazamiz prinsipi tayyor. Keyingi darsda shu nima qilishni ko'rib o'tamiz. Ssenariy tuzib, hamma mashinalarni olib borib joylashtirishni ko'rib o'tamiz.